Mana bu kadrlarga yaxshilab ahamiyat bering. Maqsad qachondan beri Amerikadan ruxsat kutadigan bo'ldi. Axir siz ularni erkatoy farzandi edingiz. Otangiz nima desangiz shuni qilmasmidi? Amerikaliklar o'zlaricha Eronga kirishni xohlashmayapti. Musulmonlar orasida shovqin ko'tarishni istashmaydi. Ammo biz ularni qanday bo'lmasin, o'sha jahannamga olib kiramiz. Shuning uchun biroz siquvga olish kerak. Bu albatta tarixiy hujjat emas, balki ssenariy mualliflarining geosiyosiy qarashlarini ifodalovchi badiiy dialogdir. Ko'pchilik bu sahna bilan AQSh, Isroil va Eron o'rtasidagi keyingi keskinlashuvlar o'rtasida o'xshashlik ko'rmoqda. Bu esa savol tug'diradi. Serial mualliflari mintaqadagi geosiyosiy tendensiyalarni oldindan yaxshi tahlil qilishganmidi yoki bu shunchaki tasodifmi? Sizningcha bu oddiy badiiy tasavvurmi yoki chuqur geosiyosiy kuzatuv natijasimi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.